Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli Shavot avtokanalchi do'stlar, sizlar navbatdagi Nexia'miz. Nexia 2 bo'ladi. Yilcha 2011-yilda ishlab chiqarilgan Donus bo'ladi. 200 mingdan ko'proq yurgan. Kraskasi berilganlarida bor, o'zingiz uchun tekshirib olaverasizlar. Propan gaz adapti. Bu mashinamiz Dagora beriladi. 13 million so'm bilan oldindan Dagora beriladi. Qolganini yangi yilda dekabr oyida berasizlar. Xohlasanizlar oy-moy berasizlar, xohlasanizlar polni oxirida lyukat berasizlar. Tan narxi 63 million so'm dedi. Ustunda savdolashib olasizlar. Bu naqd pul sotilmaydi, faqat Dagora beriladi. 63 million so'm telefon orqali kelishasizlar. Oldindan 13 million so'm berib, mashinani ikkitaverasizlar. Hozir bir qator donishtirib o'tamiz mashinani. Holati zakonniy. Donus avtomobilimiz. Ovozlari ham diniq. Chexol qo'yilgan, polik qo'yilgan, bar qo'yilgan, zo'rindan manevruchaklar qo'yilgan, xullas. Pultan bormi? Pultlar ham bor ekan, sensorli, qimmatli monitorlar ham qo'yilgan, xullas. Mashina holati zo'r. Endi elde bilan orqasini ochibman. Holati zo'r. Bagaj ochilami? Bagajni ochibman. Pultni ochiladigan bagajlar ham top-toza bo'lib turibdi. Kaputni ochib bera. Holati вообще zo'r. Bemalol yurib osonsa bo'ladi. Hozir menga balolar ham toza ekan. Balolar ham toza, sosteniyasi zo'r. 200 mingdan ko'proq yurgan и prostoy rul gidrolikami? Prostoy rul gidrolika varianti buni. Donus. Holati вообще zo'r. Çatnak tushmagan. Akkumulyator holatini chik. Akkumulyator zakonniy, yani Donus. Bellar ham zakonniy ekan, mashina holati zo'r. Propan gaz adapti, Rossiya bilan ketaman, Qozog'iston bilan ketaman desangiz, bemalol olib haydab ketsangiz bo'ladi. Dayonis beriladi. Buni kelishilarmi? Kelish beriladi. Telefon nomerlarini ekranni pastidan qoldirib qo'yaman. Xullas, hozir 13 million, 10 million berib ketsa bo'lmi? 12 bilan, 12 million so'm berib ekkitasizlar. Guzakda yangi yil arafasi, misol dekabr oyida qolgan pulni berasizlar. Xullas 63 million so'm tan narxi, tushundingmi? 60 million so'm hisob qilsa bo'lmi? 62 so'm bo'ladi. Telefonda kelishasizlar. Xullas o'zingiz egani mashina, telefon nomerini qoldiraman, bemalol kelishib osonroq bo'ladi. 12 million so'm bilan ekitsangiz bo'ladi ekan. Birdan like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz do'stlar. Hammaga omad.